Ikkinchi mavzuyimiz bo'linish belgilari. Birinchi qoida. Son 2 ga bo'linishi uchun uning oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan bo'lishi kerak ekan. Ya'ni oxirgi raqami demak juft son bo'lishi kerak. Masalan, 2438 mana oxirgi raqami 8 bu yerda. Demak 2 ga bo'linadi. Xuddi shunday tahlil qilinadi. Demak, ikkinchi qoidamiz 5 ga bo'linish belgisi. Ya'ni sonning oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugasa, bunday sonlar 5 ga bo'linadi. Masalan, 3105 5 bilan tugayapti. 2700 masalan 0 bilan tugayapti. Demak, bunday sonlar 5 ga bo'linadi. 4 ga bo'linish belgisi. Demak, oxirgi ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki 4 ga bo'linsa. Masalan, mana 2800 oxirgi ikkita raqam 0 bilan tugayapti. 5716 oxirgi ikkita raqam 16. Demak, bu sonlar 4 ga bo'linadi. 8 ga bo'linish belgisi bunda oxirgi 3 ta raqamini ko'rishimiz kerak ekan. Demak, oxirgi 3 ta raqam 0 bilan tugasa yoki 8 ga bo'linsa, bunday sonlar 8 ga bo'linadi. Masalan, 23000 oxirgi 3 ta raqam 0 bo'lyapti bizda. 4000 yoki 47208. Oxirgi 3 ta raqamni tekshiraylik. Oxirgi 3 ta raqam 208. 8 ga bo'linadi. Demak, bo'linadi. Demak, 47208 ham 8 ga bo'linadi. Xuddi shunday xulosaga kelinadi. Keyingi qoidamiz 3 ga bo'linish belgisi. 3 ga bo'linish belgisida sonning oxirgi raqamiga qaralmaydi. Bu yerda boshqacha qoida, ya'ni raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linsa. Xuddi shunday 9 qoidasida ham o'sha qoida, ya'ni raqamlarning yig'indisi 9 ga bo'linsa. Demak, buni qanday tahlil qilish kerak? Masalan, 2137 soni 3 ga bo'linadimi, yo'qmi? Shuni tekshirish uchun biz raqamlarni qo'shib chiqamiz. 2 plus 1 plus 7. Demak, 13. 13 3 ga bo'linmaydi. Demak, mana bu son ham 3 ga bo'linmaydi bizda. 5403 masalan. Qo'shamiz. 0 ni qo'shishim shart emas. 12. 12 3 ga bo'linadi. Demak, mana bu son ham 3 ga bo'linadi. 9 qoidasi ham xuddi shunday ko'rinishda tahlil qilinadi. 9 ga bo'linish belgisi ham masalan 782 145 soni. Tekshirib ko'ramiz. 9 ga bo'linadimi, yo'qmi? Bu uchun demak qo'shamiz. 27. 27 9 ga bo'linadi. Demak, mana bu son ham 9 ga bo'linadi degan xulosaga kelar ekanmiz. 11 ga bo'linish belgisi narigi qoidalardan mutlaqo farq qiladi. Ya'ni juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi va toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisining ayirmasining moduli 11 ga bo'linsa. Ya'ni ayirmasining moduli deganda bu yerda musbat ayirmani tushunishimiz kerak. Masalan, son olaylik o'zimizdan. Quyidagicha son. 24,38,756. Demak, 11 ga bo'linadimi, yo'qmi so'ralyapti. Oldin juft o'rindagi raqamlarni belgilab olaylik. Juft o'rindagilar mana bu yerda ikkinchi o'rinda, mana bu bu yerda 6. Qolganlari toq o'rindagilar hisoblanadi. Endi shularni qo'shamiz. Demak, 20 15. Biz ayirmasini topishimiz kerak. 5. Demak, bu ayirma 11 ga bo'linmaydi. Demak, bu son ham 11 ga bo'linmas ekan. Ikkinchi darsimizdagi ba'zi bir masala va misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, mana bu yerda 3-savolda aytilyapti. 36 sonning barcha natural bo'luvchilarini yozing. Nima degan natural bo'luvchi? Ya'ni 36 qaysi sonlarga bo'linadi demoqchi. Demak, bo'linadi. Har doim birdan boshlanadi. 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4, 6, 9, 12, 18 va 36. Demak, mana shu sonlarga bo'linadi. Mana bu yerda 8 ga karrali 2 xonali sonlar yozing. 8 ga karrali deganda demak 8 ga bo'linadigan sonlar. Demak, biz 16 dan boshlaymiz. Chunki 2 xonali son deb shart berilgan bu yerda. 16, 24, 32, 40, 48 va hokazo. Demak, 96 gacha yozib chiqishimiz kerak. Oxirgisi 96 bo'ladi. 8 ga bo'linadi. Keyingi misolimiz. Masalan, 12-savol. Shu sonlardan 2 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing. Demak, 2 ga bo'linadiganlarni ajratib yozadigan bo'lsak, bo'linish belgilaridagi 2 ning qoidasini eslaymiz. Ya'ni oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan bo'lishi kerak. Oxirgi raqam mana bunda 8 bilan tugayapti, mana bunda 2 bilan, bunda 0 bilan, bunda 2 bilan, bunda 6. Mana shu sonlar 2 ga bo'linadi. 15-da sonlardan demak 4 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing. 4 ga bo'linish belgisi oxirgi ikkita raqam 4 ga bo'linishi kerak. Demak, mana bu 28, 96, 84 bo'ldi.
5 ga bo'linadiganlarni ajratamiz. 5 ga bo'linishi uchun oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugashi kerak edi. Ha, 6 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing. 6 ga bo'linishi uchun bir vaqtning o'zida sonimiz ham 3 ga ham 2 ga bo'linishi kerak. Ya'ni 3 ga bo'linadigan juft sonlar desak ham bo'ladi. Demak, bu toq son bizga kerak emas. Bo'ldi, qolganlari juft son ekan. Faqat 3 ga bo'linadimi, yo'qmi? Endi shu belgini tekshirib ko'rishimiz kerak biz. Chunki bular hammasi juft son bo'ldi. Demak, raqamlar yig'indisini topamiz. 8 ga 7 15, demak 22 bo'ldi. Buni raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linmaydi. Demak, bu chiqib ketdi. Bunisi 3 ga bo'linadi, raqamlar yig'indisi. Bu ham 3 ga bo'linadi. Bu ham bo'linadi 3 ga. Bu ham bo'linadi 3 ga. Demak, mana shu 4 ta son 6 ga bo'linar ekan. Chunki bir vaqtning o'zida ham 3 ga bo'linadi, ham 2 ga bo'linadi. Demak, masalan, mana bu 21 da 8 ga bo'linadiganlarni ajratib yozing. 8 ga bo'linish belgisi, demak, oxirgi 3 ta raqam 8 ga bo'linishi kerak edi. Demak, oxirgi 3 ta raqam, mana 442 8 ga bo'linmaydi. Oxirgi 3 ta raqam 564 8 ga bo'linmaydi. 872 bo'linadi. 948 demak, bo'linmaydi bu. 472 bo'linadi. 244 bo'linmaydi. Demak, mana bu qolganlari 8 ga bo'linar ekan. 9 ga bo'linadigan sonlarni ajratib yozing deb savol so'ralyapti. Demak, 9 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Tekshirib ko'ramiz. Bular yig'indisi demak 9 ga bo'linsa bo'ldi bizda. Bu bo'linadi. 16, 16 ga 3 19 demak bu bo'linmaydi. Bu ham bo'linmaydi. Bu ham bo'linmaydi. Bu bo'linadi. Mana shunday tartibda tekshirib chiqamiz. Endi 10 ga bo'linish belgisini tabiiyki hamma biladi, ya'ni oxirgi raqam 0 bilan tugasa. Demak, bu 3 tasi. Endi 11 ga bo'linish belgisida har bir sonimizni tahlil qilib chiqishimiz kerak. 11 qoidasi bo'yicha juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisidan toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisini ayirishimiz kerak. Masalan, mana shu sonni tahlil qilaylik. Demak, juft o'rindagilar 5, 8, 3, demak 16 bo'ldi. Toq o'rindagilar 6, 7, 1, 2. 13 ga 3, 16 bo'ldi. Ayiramiz. 16 minus 16, 0. 0 11 ga bo'linadi. Demak, bu son ham 11 ga bo'linadi. Xuddi shunday tahlil qilib chiqish kerak bo'ladi. Endi bo'linish belgilariga doir ozgina murakkabroq savollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, mana 31 da shu soni 2 ga bo'linish uchun a ning qiymatlarini topishimiz kerak. Demak, a bu yerda oxirgi raqam 2 ga bo'linishi uchun a nima bo'lishi kerak? Demak, 0, 2, 4, 6, 8. Keyingisi 3 ga bo'linish belgisi. Dan foydalanamiz. Demak, ushbu soni 3 ga bo'linishi uchun 3 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Ya'ni 6 qo'shuv 7 qo'shuv 4 qo'shuv a. 6 ga 7 13, 13 ga 4 17 qo'shuv a. 17 ga qaysi raqamlarni qo'shsak 3 ga bo'linadi? 1 ni 18 bo'ladi. 4 ni 7 ni bo'ldi. Keyingisi 4 ga bo'linish. Ushbu soni 4 ga bo'linadi. A ning qanday qiymat? 4 ga bo'linish belgisi oxirgi 2 ta raqami 4 ga bo'linishi kerak. Demak, 40 bo'lganda bo'ladi, 44 bo'lganda 48 bo'ldi. Demak, a nechi bo'lishi kerak ekan? 0, 4, 8 bo'lganda. 5 ga bo'linishi uchun bilamiz oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugashi. A 0, 5. Keyingisi savol so'raladi 6 ga deyapti. 6 ga bo'linishi uchun 3 ga bo'linadigan juft son bo'lishi kerak. Demak, a juft son. Buni bilib oldik, ya'ni oxirgi raqami. Endi 3 ga bo'linish qoidasini qo'llaymiz. 9 ga 7, 16, 16 ga 5 qo'shsak 21. 21 ga qaysi raqamlarni qo'shsak 3 ga bo'linadi? 0 ni, 3 ni, 6 ni, 9 ni. Lekin bizda a juft raqam bo'lishi kerak edi. Shuning uchun 3 bilan 9 ni olib tashlaymiz. Bizda qoladi 0 bilan 6. Keyingisi 8 ga bo'linish. Demak, 8 ga bo'linishi uchun sonimizning oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linishi kerak. Oxirgi 3 ta raqamni qaraylik, bu yerda nima bo'ladi? A. Nechini olsak 8 ga bo'linadi. Qaysi raqamni olsak? 960 bo'linadi 3 ga. Demak, a teng 0 da bo'lar ekan va 8 da bo'ladi. 9 ga bo'linish belgisi. Demak, oxirgi bunda oxirgi raqamga qaraylik. 9 ga bo'linish belgisi demak raqamlar yig'indisi. 6 2 plus a. Demak, 14 qo'shuv a. 14 ga qaysi raqamni qo'shsak 9 ga bo'linadi? 4 ni 18 bo'ladi. Masalan, 12 ga 9-sida savolda. Ushbu soni 12 ga bo'linsa, demak, a ning qiymatini topishimiz kerak. 12 ga bo'linish belgisi demak, ham 3 ga ham 4 ga bo'linishi kerak bir vaqtning o'zida. 4 ga bo'linishi uchun oxirgi 2 ta raqami 4 ga bo'linishi kerak edi. Demak, bu holatda a bo'lishi mumkin 0, 4, 8.
Endi 3 ga bo'linish belgisini qo'llaymiz. 15 qo'shib demak biz A ga qaysi raqamlarni olishimiz kerak? 0 ni olsak bo'ladi, 4 va 8 ni ololmaymiz. Demak, faqatgina A teng 0 da bo'lar ekan. Keyingi savollarimiz tub sonlar. Tub sonlar nima? Faqat 1 ga va o'ziga bo'linadigan sonlar. Demak, tub sonlarga 1 kirmaydi. Demak, har doim tub sonlarimiz 2 dan boshlanadi. Eng kichik tub son va yagona juft bo'lgan tub son bu 2. Masalan, mana bu birinchi savolni qaraydigan bo'lsak, mana 2 tub son, 3 tub son, 5, 7, 11, 13 bo'ldi. Mana shular. Mana shunday tartibda ketadi tub sonlarni aniqlash. Ma'lum bir oraliqda nechta tub son bor, nechta tub son mavjud degan savollar qo'yilganda, bunda bittalab yozib sanab chiqish kerak. Buni hech qanday formulasi yo'q. Demak, masalan, 10 50 oraliqdagi barcha tub sonlarni biz yozishimiz kerak bo'ladi bizga. 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Demak, mana shu sonlar. Chunki sanaymiz nechtaligini. Demak, keyingi savollarimiz. Quyidagi tengliklarni qanoatlantiruvchi x, y tub sonlarini toping. Masalan, 62 mana x, y ko'paytma 35 bo'lishi uchun qaysi tub sonlar bor? 5 bilan 7 yoki 7 bilan 5. Shundan yig'inda 20 ga teng bo'ladigan tub sonlar. 1 bilan 19 olinmaydi, sabab bir tub son emas. 3 bilan 17, 17 3. 7 13, 13 7, 9 11 olinmaydi. Demak, shu holatlar, ya'ni 13 7, 17 3. Shu 4 ta holatda bo'lishi mumkin. Keyingi savolimiz. To'g'ri burchakning bo'yi va enining uzunligi tub sonlar bo'lib 151 ga teng. To'g'ri burchak yuzi qanday topiladi? Enini bo'yiga ko'paytmasi A ko'payam B 51 ekan. Ko'paytma 51 bo'ladigan tub sonlar bular qaysi sonlar? 3 bilan 17. Ya'ni A teng 3, B teng 17. Demak, perimetr so'ralgan. Perimetrini topish uchun biz nima qilishimiz kerak? 2 ko'paygan A plus B. Mana shu formulaga qo'yishimiz kerak. Demak, 3 ga 17 ni qo'shsak 20, 2 ga ko'paytirsak 40 ga teng bo'ladi. Masalan, mana bu yerda savol berilyapti 74 da. Ushbu ifodalarning har biri tub son bo'ladigan bo'lsa, A ning qiymatini topish kerak. Demak, tabiiyki A bu yerda 5 ga bo'linishi kerak. A ham tub son bo'lishi kerak. 5 ga bo'linadigan yagona tub son bu 5 ning o'zi. A teng 5 ga teng bo'ladi. Shunda bu 5, 5 5 ga bo'lsak 1, 1 ga 2 ni qo'shsak necha? 3. Demak, 5 3. Keyingi qoidalarni ko'rib chiqamiz. Masalan, 77 da aytilyapti. Aning qanday qiymatda ushbu soni 11 ga bo'linadi. 11 ga bo'linishi uchun juft o'rindagi raqamlar yig'indisidan toq o'rindagi raqamlar yig'indisini ayiramiz. Juft o'rindagilar 2, 4, 8, 14. Toq o'rindagilar 1, A, 7, 8 qo'shuv. Demak, 11 ga bo'linishi uchun A minus 8 dan 14 desak 6. Demak, ushbu ifoda 11 ga bo'linishi uchun A 6 ga teng bo'lishi kerak. 17 ga teng bo'la olmaydi, chunki A raqam bu yerda. Demak, faqat A teng 6 bo'lganda. Sabab mana 6 dan 6 ni ayirsak 0 bo'ladi. 0 11 ga bo'linadi. Mana bu savolga ko'raylik. 80-chi. Ushbu soni 2 ga qoldiqsiz bo'linsa, x plus y ning eng katta qiymatini toping. 2 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun mana bu oxirgi raqam y 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugashi kerak. Bizdan eng katta deyilayotgani uchun y ga 8 olamiz. X ga bu yerda ixtiyoriy raqam bo'lishi mumkin 0 dan 9 gacha. Demak, eng katta deyilganligi uchun 9 dan olamiz va ikkalasini qo'shamiz. Masalan, mana bu 86-chi savolni qaraylik. Ushbu soni 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. A plus B plus C plus D ning eng katta qiymati. Avvalo esa 5 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun mana bu oxirgi raqam D 0 yoki 5 bilan tugashi kerak. Eng kattasi so'ralgani uchun D ga 5 olinadi. Endi ABC. Bu yerda ABC ixtiyoriy raqamlar 0 dan 9 gacha bo'lgan. Demak, bunda eng katta deyilganligi uchun A ga ham 9, B ga ham 9, C ga ham 9 olamiz. Ko'pchilik shu yerda savol beradi. Bu yerda ABC turli xil harflar-ku. Nima uchun bir xil raqam olinyapti degan savol qo'yadi. Bunda bo'lishi mumkin. Agar bizga qo'shimcha shart berilgan bo'lsa, masalan, turli raqamli deyilgan shart berilgan bo'lsa, unda bir xil raqam olib bo'lmaydi. Agar bu shart berilmagan bo'lsa, biz olishimiz mumkin. Uchun
Bu yig'indini topamiz. 27 ga 5 qo'shsak 32 bo'ladi. Masalan 88-savol. A va B'ning qanday qiymatlarida ushbu soni 45 ga bo'linadi? Demak, 45 ga bo'linishi uchun sonimiz 5 va 9 ga bo'linishi kerak. 5 ga bo'linishi uchun B demak oxirgi raqam 0 yoki 5. Demak, B teng 0 bo'lgan holatda 9 ga bo'linish belgisini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni ushbu holatda A ni topamiz. 4 plus A plus 7 plus 0 demak 11 plus A. Bunday holatda A ga biz 7 olishimiz kerak. 11 ga 7 ni qo'shsak 18 9 bo'ladi. 5 bo'lgan holatda 4 plus A plus 7 plus 5. 11 ga 5 16 qo'shuv A. A ga olishimiz kerak bu holatda 2. Demak, B teng 0 bo'lganda A teng 7, B teng 5 bo'lganda A teng 2. Masalan, 91-savol. Ushbu soni 11 ga qoldiqsiz bo'linsa, A plus B'ning barcha qiymatlarini toping. Demak, 11 ga bo'linish belgisini eslaymiz. Ya'ni, juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisidan ayirib tashlanganda 11 ga bo'linsa. Demak, juft o'rindagilar bo'lyapti bizda. A plus 5 plus B. Toq o'rindagilar 3 plus 2 plus 6. Demak, 11 bo'ldi. Biz mana bu A plus 5 plus B'dan 11 ni ayirishimiz kerak. A plus B minus 6. Demak, A plus B 6 ga teng bo'lganda bo'lishi mumkin. Ya'ni 6 minus 6 0 chiqadi, 11 ga bo'linadi. Va A plus B 17 ga teng bo'lganda. A plus B o'zi eng ko'pi bilan 18 ga teng bo'lishi mumkin. Undan oshib keta olmaydi. Chunki A ga ham B ga ham 9 olganimizda 18 bo'ladi. Undan katta qiymat olib bo'lmaydi. Demak, A plus B'ning barcha qiymatlari bu 6 va 17 bo'lar ekan. Demak, ikkinchi mavzuyimiz shundan iborat. Free audio post-production by alphonic.com.